Mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, sohaga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, malakali kadrlar tayyorlash dolzarb, ustuvor vazifa sifatida kun tartibida turibdi. Bu jarayonlarning asosiy ishtirokchisi bo'lgan yoshlar bilan ochiq muloqot qilish va amaliy hamkorlik har jihatdan muhim. Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi ishtirokida Buxoro davlat texnika universitetida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvda yoshlarning kasbiy rivoji, bandligini ta'minlash, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni oshirish, shuningdek innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 24-fevralda yoshlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotlarida vazirlik va idora tashkilotlarida har payshanba yoshlar kuni etib belgilanishi va bunda vazirlik, tashkilot, idoralar rahbarlari joylarga chiqqan holda yoshlar bilan uchrashish, yoshlarning muammolarini eshitish, ularni hal qilish, taklif va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu maqsadda Buxoro viloyatida joylashgan Buxoro davlat texnika universitetida Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining navbatdagi yoshlar bilan uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu uchrashuvda universitetning yosh, ilg'or 250 nafar yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Ushbu ochiq muloqotda yoshlar tomonidan bildirilgan takliflar, tabiiy va suyultirilgan gaz yo'nalishi bo'yicha amalga oshirish lozim bo'lgan startap loyihalar bo'yicha o'z takliflarini bildirishdi. Buxoro davlat universiteti va Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida tarmoq oliygoh zanjiri asosida dual ta'lim o'quv tizimi yo'lga qo'yildi va ushbu o'quv jarayonlarida talabalarni amaliyot bilan o'qishni uyg'un holda olib borish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Mazkur uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirilgan startap loyihalar va takliflar boshqaruv raisi tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanishi va ularga grant ajratilishi belgilandi va kelgusida ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq qilish bo'yicha kelishuvga erishildi. Uchrashuvda stajirovka dasturlarini kengaytirish, ustoz-shogird an'anasini rivojlantirish, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Bundan tashqari yoshlarga sohada kechayotgan islohotlar, jumladan raqamlashtirish jarayonlari haqida ma'lumot berilib, ularni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob berildi. Uchrashuvdan olingan ta'sirotlarimizdan eng muhimi biz yoshlarga berilgan avvalambor qo'llab-quvvatlashda bo'ldi. Bunda 3 tomonlama shartnomalar asosida ishga kirishimiz ta'kidlanib o'tildi. Bundan tashqari amaliyot jarayonini tashkil qilish, laboratoriya jarayonlarini tashkil qilish to'g'risida bizaga berayotgan imkoniyatlaridan kelajakda keng miqyosda foydalanamiz degan umiddamiz. Kelajakdagi maqsadim o'z sohamni mukammal egallagan holda hudud gaz ta'minoti korxonasida ishlashni maqsad qildim. Ma'lumki, malakali muhandis kadrlarni tayyorlashda tarmoq korxona oliygoh zanjirini yaratish vazifasi belgilab berilgandi. Boshqa tuzilmalar qatorida hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati idoralarida ham muhandis texnik xodimlarni qayta tayyorlash, tarmoq korxona oliygoh zanjiri asosida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishga kirishilgan. Ayni paytda 2000 nafardan ortiq yosh xodimlar bu jarayonlarga jalb qilingan. Darvoqe Buxoro davlat texnika universitetida har yili bitiruvchi talabalar orasida yo'nalishga qarab gaz ta'minoti sohasida ishlovchi yoshlar tanlab olinib, xohishiga qarab ish bilan ta'minlash imkoniyati yaratilgan. Yaxshi mutaxassislar o'sha hudud gaz filiallarida ishlarni olib boryapti. Talabalarimizga e'tibor juda yuqori bo'ldi. Talabalarimiz bu bo'yicha startap loyihalar bo'yicha o'zlariga alohida ishtiyoq paydo bo'ldi va hudud gaz aksiyadorlik jamiyatiga startap loyihalar bo'yicha alohida ishtirok etish, o'zlari mavzulari bo'yicha yaxshi natijalarga erishishni va'da berib, ularning ishonchlarini oqlash talabalar tomonidan aytib o'tildi. Startap loyihalarni shu hudud gaz bilan amalga oshirish takliflarini berdi. Bu takliflarni biz aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda yaxshi natijaga erishish bo'yicha o'zimizga rejalar qilib olindik. Buxoro davlat texnika universitetida dual ta'lim tizimi shakllangan bo'lib, talabalarning nazariy bilimlari ishlab chiqarish jarayonlari bilan uyg'unlashtirilmoqda. Mazkur uchrashuvda hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hamda Buxoro davlat texnika universiteti o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan memorandum imzolandi. Texnika universiteti hamda hudud gaz aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda dual ta'limni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlar amalga oshirildi hamda memorandum imzolandi. Bundan tashqari ilmiy loyihalar, startap loyihalarni yangicha yondashuvlar bo'yicha kelishuvlar amalga oshirildi. Bu borada yana talabalarning yaxshi bilim olishi bo'yicha hudud gaz aksiyadorlik jamiyatining alohida o'quv xonasi tashkil qilinishi belgilab berildi.
Ta'kidlash kerak, bunday formatdagi uchrashuvlar yoshlarning kasbiy salohiyatini ro'yobga chiqarib, o'z o'rnini topishga, kelajakka ishonch bilan qadam qo'yish uchun muhim muloqot maydoni sifatida namoyon bo'lyapti. Tadbir yakunida faol va tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga chet tillarini o'rganish uchun vaucherlar topshirildi. Tadbirdan so'ng oldimga qo'ygan maqsadlarim yana ham o'sdi deb o'ylayman. Chunki kelajakda yanada ko'proq izlanish va o'z yo'nalishimning mutaxassisi bo'lishim uchun yana ham keng imkoniyatlar mavjudligini tushunib yetdim deb o'ylayman. Tadbir so'ngida taqdirlash bo'lib o'tdi. Taqdirlash jarayonida ko'plab yoshlarga qo'llab-quvvatlash va motivatsiya berish sifatida esdalik sovg'alari taqdim etildi. Bu til sertifikatlari, xorijiy tillarni o'rganish uchun vaucher hisoblanadi. Bundan har bitta yoshlarimiz juda ham xursand bo'lishdi. Uchrashuvning ikkinchi bosqichi Peshku tumanida davom etdi. Bu yerda Peshku gaz to'ldirish shoxobchasi faoliyati o'rganildi. Mazkur shoxobcha orqali Peshku va Shofirkon tumanlarida iste'molchilar suyultirilgan gaz bilan ta'minlanadi. Aholini suyultirilgan gaz bilan barqaror ta'minlash va xavfsizlik nazoratini kuchaytirish bo'yicha mas'ullarga shu yerda tegishli topshiriqlar berildi. Viloyatning Jondor tumanida aholi murojaatlarini o'rganish va ularni joyida bartaraf etish bo'yicha mahallalarda o'rganish olib borildi. Ibn Sino mahallasida suyultirilgan gaz balloni bo'yicha kelib tushgan murojaat ishchi guruhi tomonidan o'rganilib bartaraf etildi. Dilmunobod mahallasida aqlli gaz hisoblagich bilan bog'liq muammo shu kunning o'zida hal etildi. Hozirgi kunda davlatimiz siyosati ana shu xalqni gaz bilan ta'minlash, qulaylikni yanada oshirish, xalqimizni doimiy ravishda gaz bilan ta'minlab turish masalalarida chiqarilgan qaror va qonunlar juda ham amalga oshirilyapti. Murojaat qilgan paytimizda darhol o'zimizni hududda xizmat ko'rsatuvchi xodim keladi. Xizmat ko'rsatib, murojaatimiz o'z vaqtida inobatga olinib, qonuniy tarzda ijobiy hal qilinyapti. O'tkazilayotgan bunday uchrashuvlar yoshlarga sohada islohotlar, zamonaviy gaz ta'minoti tizimlarining ishlash mexanizmlari bilan yaqindan tanishish, nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan mustahkamlash imkonini bermoqda. Shuningdek, kasbiy qiziqishni yanada oshirib, kelgusida malakali mutaxassis sifatida shakllanishga xizmat qilyapti. Eng muhimi, zamonaviy kadrlarni tayyorlash tarmoq korxona oliygoh zanjiri tizimini harakatga keltiryapti.